Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. İmam Maverdi rahmetullahi aleyhinki Edebu'd-Din ve Dünya namlı kitabını başlagan edik. Maverdi'ninki tercümalı bilen bu adamninki aile ve kilip çıkışı. Bu adamninki umumi tarih bilen tanışıp çıkımız. İmam Maverdi'ninki ismi Abil Hasan Ali ibn Muhammed ibn Habib el-Basri el-Maverdi namıyla meşhur. 364 yıl tug'ilgan, 450 yıl ölüp ketgan. Hicriyanın 450 yılı. Bu adamninki ismi, şöhret nami ve ailesini elip etsak, bu adamni Qazi Quzzat degenden mi yuqroq bir nom bilan ataydi. Aqdal Quzzat. Qazilarning qazisi degan bo'ldi. Amaliyotda mushu Aqdal Quzzatniki unvon yuqorilash kerak. Biroq Abbasiylar davrida Qazil Quzzatning darajasi yuqoriroq, Qazil Quzzatdan tuvarak qazilarni Aqdal Quzzat deb ataydi ekanda. Qazilarning qazisi deb. Bu shuhrat nomi, laqami Aqdal Quzzat degan. Endi ismi kunyasiga kelib etsak, Abul Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Basri al-Mawardi. Nemishqa bu odamni Mawardi deymiz degan vaqtida bu odam mushu gulchilik yoki gul suyi sotadigan ish bilan mashg'ul bo'lgan ekan. Ba'zi cho'ng bovlari shu erkaklarni ya gulchilik qiladigan, ya gulning suyini sotadigan, shunda bir tijorat bilan shug'ullangachqa bu odamni shu kasb nisbati bilan atagan. Endi bir qism manbalarniki bayon qilinishicha, bu odamniki Abdülvahhab Şahid Abul Faiz namı bilen bir oğlu bulup Basra degan yurtda Abul Hasan Ali ibn Qasim ibn Hasan en-Neccat degan kishida hadis ilmi o'qigan. Dadisi bilan Bag'dodga kelib, Bag'dodda makonlashgan. O'z davridagi danglik tarixchi Qazil Quzzat davlatniki danglik qazisi Ibn Makula Baytun Navba degan uyda, saroyda mushu balasiniki shahodatini, guvohligini qabul qilgan. Dadisiga bo'lgan hurmat, ehtirom payildi. Bu odam lekin bu balası dadısı hayat vaqtida Hicriyet 441 Muharrem ayının 10'da ölüp ketken. Yani dadısının 9 yıl burun ölüp ketkenli hatırlangan. Yani demek bu adamdaki ailesi. Ama yerde guvalıqını qabul qilgan deyishdi hamda ma'lum bir shaxslarning ma'lum bir guvohlik yaraydigan bir o'lchim bo'ldi ekanda davlat shu payt. Shunga bu yerda guvohlikni qabul qilgan dedi. Demak, bolasimi xil ehtirom, hurmatga sazovor kishi bo'lishi kerak. Bu odamniki hamda İmam Maverdi rahmetullahi aleyhinki ilmi tercümali. İmam Abul Hasan Maverdi rahmetullahi aleyh 364 yılı Basra tug'ilgan bo'lib, Iroqning Basrada. Musha yurtda o'sib cho'ng bo'lgan. Kichkidan tortib ilmni yaxshi ko'radigan, ilmga nihoyat herisman bola bo'lib, Abul Qasim Abdulvahid ibn Husayn Saymari degan odam o'qigan. Saymari degan shu Basra'nınki kichik bir qishliqi hamda. Bu adam 386 yil o'lib ketgan. O'z davridagi mush Iroqningki nihoyat yuzlik odamlarningki biri edi. Basrada hadis ilmini Imom al-Muhaddis Muhammad ibn Adi az-Zahr al-Manqari yoki Munqari degan odamda hadis ilmi o'qigan. Uningdan boshqa Muhammad ibn Mualla Azdi degan muhaddisdimi hadis ilmi o'qigan. Ondan keyin Basradan Bag'dodga ko'chib berib, Za'prani mahallesida ko'chisida shu yerda makon tutib, fiqh ilmini Shayx Abi Hamid Ahmad ibn Muhammad Isparani'da o'qigan. Bu odamni 406 yil o'lib ketgan. Bu Isparani degan shu Bag'dodniki ayni vaqtdagi eng danglik Shafiy mazhabiniki katta ulamosi. Shafiy mazhabini bunda yuqori palla ko'targan odamlarning biri o'z davrida. Hatta bir qism ulamolar bu İmam Shafiyni bekrak yuqori o'rin qo'yib olgan shu paytda. Hamda hadis ilmini Bag'dodda Abi Ali Hasan ibn Ali ibn Muhammad al-Jabali degan kishida o'qigan. Bu kishi Abi Xalifat al-Jumahi degan kishiniki do'sti va shundaqla Ja'far ibn Muhammad ibn Fazl Bag'dodi degan kishi hadis ilmi o'qigan. Demak, bu odamniki shu davrda o'qigan ustozlarning nihoyatda davlatniki katta e'tiborga erishgan odamlarniki biri. Bu odamniki o'quvchilariga kelsak, bu odamni o'qigan, ilm tahsil qilgan kishilar qatorida Abu Bakr Ahmad ibn Ali ibn Sabit al-Khatib al-Bag'dodi. Bu Xatibul Bag'dodi degan hozir qadar Tarixi Bag'dod nomli kitobi va bu kitobmi cho'ng bir kitob. Shu kitobning avtori o'z davridagi danglik katta tarixchi bu odam. Shu shogird bo'ldi. Uningdan boshqa Abu Bakr Ahmad ibn Ali Badron al-Halvan al-Bag'dodi. Bu Xalu nomi bilan mashhur, Hijriya 507 yil o'lib ketgan. Uningdan boshqa bu odamning o'qiganlar qatorida Abul Aziz Ahmad ibn Ubaydullah ibn Kadash as-Sulami al-Akburi. Bu odammi Hicriye 525 yil o'lib ketgan. Okburi deganmi shu Iroqdagi kichik bir yiz qishloqlarniki biri. Bu zotniki ilmiy darajasiga kelsak, İmam Abul Hasan Maverdi rahmetullahi alayh
Öz devirde şu Bagdad'da ama o'qitish sohasida asosan bosh to'rga o'tgan adam bu. Nurg'un xilma-xil pallarda kitob yozgan. Hatto bu odamniki nom, shuhrati yurt-yurtlarga taralgan. Nurg'un yurt-yurtlardan bu odamning qishiga shu karvonlar, o'quvchilar kelib o'qiydigan shunda bir holat ketdi. Shuningdan keyin qozilik mansibiga qo'yilib davlatda Aqzal Quzzat degan nomga erishgan. Bu 429-yili yuz bergan voqea. Mana bu daraja Qozil Quzzat atalg'ın nuqtasini ilib etgan vaqtida Qozil Quzzat darajasini tövarak. Amaliyotda Aqzal Quzzat ma'no jihatdan Qozil Quzzat nomi qargan vaqtida darajasi yuqori bo'lishi kerak. Abbasiylar davridagi Bani Buvay podsholarining yuqori imtiyoziga erishgan odam. Nurg'un qitim bu odamni shu diplomatik munosabatlar tufaylidan shular qarshi chiqayotgan Müştak kişilerin arasında diplomatik münasebette bu adamni elçi qilib evatgan. Hatta bu adamniki elçiligidan bular memnun bo'lishgan. Hatta bu adamniki putishib kelgan dokladlarini bular qabul qilib, shuni xili cho'ng e'tiborga olgan dedi. Banu Buvay Seljuqiylardan burunqi Abbasiy xalifalarini o'zining changaliga ilib olgan podshohlik jamoat bu. Keyin Seljuqiylar kelib bu Bani Buvay jamoatini yemirib tashlab Abbasiylarni bularning changalidan qutqazgan. Endi bu odamniki yozgan kitoblari nihoyat ko'p. Alloma Abul Hasan Mavardi rahmatullohi alayhiniki fikri zehni nihoyat ochiq, qalami o'tkir odam bo'lib, bu muborak zot qalam va shu fikri jihatda Allohning tavfiqi bilan bir yuqori martabaga erishish va bir toj kelgan odam bu. Mana bu shu tufaylidan bu odamniki hamma fanda nihoyat yaxshi kitoblari ro'yab chiqqan. Jumladan An-Nukat vel Uyun nomli Qur'oni Karimniki tafsirini yozgan bo'lib, bu odam bu tafsirni asosan yoshrum ma'noliq oyatlarni tafsir qilishda qo'llangan. Salaflarniki va keyingi ulamolarniki so'zlarini bir ekilish orqali shu orqali bu odam Qur'oni Karimniki bir xil yoshurun tarafdagi ma'nolarini ochiq yo'ritib bergan odam. Uningdan boshqa fiqh ilmida Al-Havil Kabir nomli kitobi bor. Buni Muxtasar Muzani nomi bilan sharhlagan. Har shundaqla shu mazhablararo faqihlarniki ixtilofiga bu odam xili o'rin bergan, mutassiblik qilmagan. Uningdan boshqa shu furu shaxsiy masalalarda fiqhniki shaxsiy mazhablarda Iqna nomli kitob yozgan. A'lamun Nubuva nomli kitobi va Amsalul Qur'on nomli kitobi va Ahkamus Sultaniya nomli kitobi va Podshohlar, hukmdorlar dasturi degan bo'ladi. Mana bu bobdagi yig'an asar. Bu kitobni fiqh kitoblardan alayda xillab ilg'ab yozgan bo'lib, asosan shu davrdagi podshohlar, amir, umara, vazir, vuziralar o'ziga foydali bo'lsin, mayli o'ziga ziyonli bo'lsin, shunday masalalarda murojaat qiladigan qonuniy dastur nomli kitob. Bu kitob hozir qadar islom dunyosida keng qo'llaniladigan kitoblarning biri. Onundan başqa Qawaninul Vizara va Siyasatul Malik, podshoh siyosati, vazirlar qonuni nomli kitob. Bu kitobmi bak mashhur kitoblarning biri. Tashilun Nasr va Ta'jiluz Zafar fi Axloqil Malik. Bu shu podshohning adab axloqiy qatorliq mazmunlarda yozilgan, qanday qilgan vaqtida qalbi nusratga erisha oladi podshohlar degandek. Demak, bu odam siyosiy jihatdan nihoyat yetishgan o'limada qilib turdi. Bu odamniki nahvi sohasida, nahv tarafdimi Imom Farisiyniki Izoh nomli kitobidek bir kitobi bor. Ya'ni Izoh degan Imom Farisiyniki bir kitobi. Bu shu nahv sarf haqida yozilgan kitoblarning biri. Öz davridagi bu Abu Ali Farisi nomi bilan mashhur Hijriya 377-yil o'lib ketgan. Demak, bu odam 4-asrda yozilgan nahv kitobi. Ya'ni shu kitobchilik bir kitobi bor demakchi-da bu odamniki. Lekin bu kitobni Yaqutul Hamavi ko'rgan. Yaqutul Hamavi nihoyat donglik tarixchi. Sayyora nihoyat jiq jutlarga borgan katta bir tarixchiniki biri. Bu odamniki Mu'jamul Buldan shaharlar to'plami nomli bir kitobi va bek mashhur kitobi. Hamda mush odam ko'rgan ekan, lekin bu kitob bizga yetib kelmagan hamda bu odamning bu nahv kitobi. Bu
Maverdi rahmetullahi aleyh usul ve furu' meselelerdeki tercihcan ictihadi hakkında Allame Ebul Hasan Maverdi rahmetullahi aleyh Şafii mezhepte yetişken yegane zat bulup hatta Şafii mezhebindeki usulü meselelerde mi nurgun meselelerde alayda yol tutkan yani bir ictihat ilgisi. Demek muşu alayda özünki haslığı bu adamın ictihadı ilim ve fikirdeki bu adamın g'ulichining kengligini bildirdi. Hamda bu yerda boshqa ulamolar o'xshamaydigan bir yot bir tarafi bor. U bo'lsa-mu, mush hadis ilmini mush rivoyat ijozat orqali rivoyat qilgan kishilarningki rivoyatni qabul qilmaydigan. Bu to'g'ri emas deb qaraydigan. Bunda deganda masalan katta bir moddasidan biri mening ma palon kitobimni sana men o'qishga yoki o'qitishga ijozat qildim degan bo'lsa, buni bu odam to'g'ri deb qaramaydigan ma'nodagi gap. Bu Şafii mezhep ekanligini bayon qilgan. Lekin bu odam ijozat durust bo'lgan bo'lsa, ilm uchun mangdigan safarlar yo'q bo'lib ketadi. U kitobni o'qiblam, ijozat turli ashlab qolsa, atayin ilm o'rganish uchun boradigan bu safarlar yo'qolib ketadi deb qarab, buni to'g'ri topgan. Bumi bu odamdagi ayrim bir xoslik hamda. Bu odam hamda shu taqlidchilikdan xoliroq, ozodroq endi. Çünkü Şeyh Seymeri degan o'zining ustozi bayatini boshda o'tgan. Shu odam raddiya bergan bir tarafi bor. Bu odam debdi-da, har qanday mujtahid o'ziga yuklangan ijtihodni to'g'ri ado qilgan ahvol ostida bu odam to'g'riga yetgan bo'ladi. Lekin Alloh iroda qilgan hukmga xatolashgan bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda to'g'risi ber. Lekin aşağıdaki mujtahidlik maqomiga yetgan kishilarning hammasining gapini qabul qilsak bo'ldi. Nechqil fikrlar bo'lgan bo'lsa, amaliyotda to'g'ri fikr biri bo'lsa-mu. Mana ma so'zni o'zinki ustozi Seymeri deganda ma gapni. Lekin bu odam bu so'zga raddiya berib, bu to'g'ri emas dedi. To'g'ri emas. Chunki har qanday bir ijtihod qilishga qudrat yetgan odam to'g'rini topma deb to'g'rini tepishga bu odam mukallaf. To'g'rini tepish majburiyati va mas'uliyati va hergiz bu xatolikqa yo'l qo'ydigan ish bo'lsa bo'lmaydi. Cho'qim mujtahid salohiyatga erishgansa, sen to'g'rini tepish majburiyating va mas'uliyating va deb ustozning bu gapiga raddiya beryapti. Bu odam shu urug' tuqqanlar orasidagi miros masalasida mayli yaqin mayli yiroq tuqqanlarni o'xshash barobar miroslandirgan. Mana bu ba'zi burunqi kon ulamolarniki mazhab edi. Demak, bir qism masalalarda bu odam ayrim alayda o'zining ijtihodi bo'yicha yo'l tutgan. Hamda Imom Mavardiniki Mu'taziliya fikri haqida qanday mazmunlar, qanday so'zlar bor? Bu haqda Taqiyuddin ibn Salah degan katta muhaddis bu odamni Mu'tazili edi deb tanqidlagan. Va bu so'zda mundaq deganda, bu odamniki bu tafsiri ziyonati xatarlik kitob deb bayatın An-Nukat ve Al-Uyun degan kitobni tafsirni. Xatarlik, ziyni cho'ng kitob degan. Chunki bu naati yoshurun bilinmagan zaharlar bilan to'lib ketgan. Va shundaqla Mu'tazilaninki usuli manhajlarına asoslangan bu kitob degan. Amaliyotda o Mu'tazilaga tava ekanligini bildirmaydi. Shuning uchun boshqalar diqqat qilib qolmasin deb. Demak, shu bu adamning Ibn Salah'niki bu adamni Mu'tazila tanqidlashdiki ko'z qarashi shu. Lekin İmam Zahabi rahmetullah aleyhinki deyişçe qanday bo'lishidan qat'iy nazar ham azroq bid'at bo'lsa-mu bu odamda. Bu ajoyib katta zo'r ulamo degan. Amaliyotda biz har qanday olimni kichikkin bir ozg'unlik bilan uni nazardan saqit qildigan bo'lsak, o biz bilan birga bu musulmon dunyosida faqat ozg'ina odamlar saqlay oladi. Demak, bu odamda ozroq bid'at ko'z qarash bor demakchi. Normal. Lekin katta ulamo dedi-da. Ey qarindishim. İmam Zahabi bek katta alimci ma adam ajoyib yaxshi baho beradi. Ey qarindishim, ulamolarga mutlaq undaq ularni tanqidlab, ularning obro'yini tushirdigan, ularni nazardan saqit qildigan ish qilib qo'ymagin. Va shundaqla ularni maqtash, madhilashdimi bek mubolag'lashtirib o'tmagan mutlaq holatda. Seni Alloh subhanahu va taolo tavhid ustida mukammal o'lib ketishni nisb qilishini so'ragan faqat deb nasihat qilyapti. Ya Allah magabni maşallah. İbn Kesir rahmetullahi aleyh Mavardiga o'zir bayon qilib mundaq deydi. İbn Salah buni Mu'tazil deb ayblab baqdi.
Mening bilishimcha mush tafsirdagi masala bo'lishi mumkin deb. Hamda Ibn Salohniki bu kitoblarini Ibn Kasir sharhlagan bir taraflari bor. Demak bu ishkalarni bir-birini nihoyatda yaxshi bilishadigan odamlar hamda. Lekin Ibn Kasir rahmatullohi alayhi Imom Zahabiy davrdosh. Bu odamga nihoyat yaxshi baholani beryapti. Lekin bu muhaqqiqlarning eng oxirgi muhaqqiq Ibn Hajar Asqalani rahmatullohi alayhi bu odamga nihoyat insof bilan muomala qilib bundoq degan. Bu odamni Mu'tazila desak bo'lmaydi. Hamda Mu'tazilaga muvofiq o'xshash gaplarni qilgan taraf qilgan Mu'tazila bilan o'xshash fikrni yoki Mu'tazila bilan o'rtoqlik va masalalarni bayon qilganlik tarafi aniq. Jumladan shariatdagi hukmiy masalalarning vojibligi va hukmlarga amal qilish shariatdan ilinmaydi, aqldan ilindi degan ko'z qarash bu Mu'tazilaning ko'z qarashi va bu qarashda bu Mu'tazilalar bilan o'xshash yo'l tutgan dedi. Demak, Ibn Hajar Asqalani rahmatullohi alayhi muayyan masalalarda bu Mu'tazilalar o'rtoq bo'lsa, lekin alohida masalalarda, nurg'un masalalarda yana ayrim demoqchi. Amaliyotda hukm masalalari shariatdan ilindi. Şeriatdan elindi. Bu adamniki zoitlik, taqvolik masalasiga kelsak, Alloma Abul Hasan Mavardi rahmatullohi alayh unda real, amaliy zoitlikniki bir ulgusi edi dedi. Bu adam qozilar qozisi, nurg'un nom shuhratlarga erishgan, nurg'un asarlarniki avtori, o'zining chiroyi nihoyatda go'zal, qamlashgan, undan taqdir qinoati tamkin, go'zal odam edi. Va buning hammasi bu adamning shunday bir nom shuhratlar bu adamga kibrlik tuyg'usini his qildirmay, ya'ni ulamolarning kamtarligi va shunaqla ixlos millaniki biz samimiylikini yo'qotmagan. Shunlar yo'qotmagan. Ba'zi bir qism faqihlar bu adamni aqzal quzat, ya'ni qozilar qozisi deb bunday laqab bilan, nom bilan atashni to'g'ri ko'rmagan. Chunki bu qozilar qozisi degan ham haqiqatan Allohga beriladigan bir nom. Lekin bu yerda shu dunyodagi yoki bo'lmasa shu o'rdidagi qozilar qozisi deb tushunsak bo'ldi. Muayyan bir cheklik doirada. Lekin bu qism faqihlar bu qozilar qozisi degan Alloh xos deb bu odamniki bu so'zni inkor qilgan. Amaliyotda shu vaqtki Bani Buvay podshohlarini Malikul Azam, Shohinshoh, Jalolud Davla deydigan noiti shohan ismlar bilan otgan. Shunda xatlarni, risolalarni yozganda, mush faqihlarning osh gaplarini ko'rgandan keyin ularga parvo ham qilmagan bu odam. Parvo ham qilmay, Aqzal Quzat nomi bilan o'zini imzosini qo'yib mengayverganda, bu laqam bu odam uchun davom etavergan. Lekin bu odam Malikul Mulukul Azam deb nom bilan atashni chekliga fatvo bergan. Boshqa ulamolar bu odamni Aqzal Quzat deb atashni ayiblagan. Kuchi yetganda madem ham to'varak bo'lgandan keyin. Ammo podshohni Malikul Azam deb yo'g'on katta Allohning nomi bilan shohan ismlar bilan atagan. Lekin bu podshohlarni shohan ismlar bilan atashni bu odam durust emas deb fatvo bergan. Amaliyotda bu odam shu vaqtdagi Bani Buvay podshohlaridan Jalolud Davlaniki eng xos yaqinlardan edi. Podshohdan ayminmaganda bu jihatda. Chunki mana bu avval bu odamningki haqiqatda aniq keskin deyalaydiganligini boshqalarning nima deb qilishidan, ayb nuqsonlardan yoki malomatlardan ensirmaydigan, qo'rqmaydiganligini bildirdi dedi. Mushu fatvo bu odamdan chiqqandan keyin Jalolud Davladan o'zini tortgan bu odam. Jalolud Davla bu odamni yana izlagan va uning mundaq Jalolud Davla Mavardik dadida. Men aniq bilib turibdim dedi. Agar sen bir kishidan ensiraydigan ya uniki o'z obro'yini oyadigan ishing bo'lib qolsa, albatta mendan tortinib meniki o'z obro'yimni oyaytding. Chunki oramizda nurg'un do'stona munosabatlar va undan boshqa aloqamiz kuchli. Lekin seni mush fatvoni chiqarishga majburlagan narsa sening mushariki taqvoliqing, diyonating bo'lib qoldi. Demak, mushu mening nazarimda seninki o'rningni texim yuqori ko'tardi degan. Qaranglar, avu Jalolud Davla deb atgan boshqa faqih ulamolarni yana qarab ketmay va xushomad qilayotgan ulamolarga yana qarmaymi odam? Haqiqatni aniq keskin yurkidikini da'vatga odamni yana qiyshiq tortyapti-da. Tajiddin Subki rahmatullohi alayhi shunday dedi, bu Shafiy mazhabidagi katta ulamolardan. Bani Buvay davlati mush laqamni o'zi Jalolud Davla
Melikul Muluk degandek bunda nomlarni qo'ygandan keyin uzun yashamay qoldi. 447-yili bularning davlatimi asosan zavol topdi deb shunaqa deydi. Bak katta Allohga bog'lanadigan ismlarni qo'yib olish yaxshi avval emas. Endi bu odamniki zoitligini bildiradigan avvallardan, chunki bu odamniki kitoblari shu o'z davrida o'ttirib chiqmagan ekan. Çünkü bu adamning o'zining o'ylashicha, bu kitob yozishda menda bir xolis niyat bormi yo'qmi deganni his qilolmaganda, buningda zodi bir durustlik, xolislikda dug' aralashganmi, aralashmaganmi deb o'ylab, bu odamga sakaratlik vaqtida vasiyat qilgan ekanda, shu qo'lini qo'lamga qo'y, agar qo'lamni yumsam, bu kitoblarni Dejli daryosiga tashlayver. Agar yumulmasa bu kitobni nashr qilsang bo'ladi deb vasiyat qilgan. Shundan keyin bu kitoblar taralgan debdi. Bu mo toza mishmishroq gap endi. Lekin eng muhimi bu odamniki bayatning avvalo bu odamning xolisligini bildirdi. Men deyma deydi. Ma nashriyatki tahqiqlovchi maktabni. Adabuddin va Dunyo nomli bu kitob 421-yili majlislarda o'qilgan. Ve İqna namlıq kitabı taralgan. Xalife Qadir Billah 422-yili bu kitapqa yaxshi baholarni bergan ve İbn Sumki bu yerda bu Havil Kebir namlıq kitap bo'lishi mumkin degan. Undaqda onun kitaplardan bundan başqa nurg'un kitaplarni ko'rdim, o'zining xati bilan yozilgan degan. Ve onundan başqa onun o'qilganlari va o'zining hayotida tarab o'qilgan kitaplar var degan. Demek bayatınғы biz deyilgen mavu xurapi gap, mavu söz arqılıq yo'qoldi degan gap hamda. Bu adamning adab axloqi va temkin kamtarligi haqida Abdulmalik ibn İbrahim el-Hamzani degan odam shunaq deydi. U odamdek temkin odamni ko'rmagan edim. Oningda qaqaqlab kulib baqqanligini anglabmi baqmadim. Dunyodan ketganga qadar men shu do'stolab yashadim bu odamga hamroh bo'lib. Men bir belikini ko'rib baqmagan deydi. Shunga bir qism bizniki aytandik o'lamalam shu kaltiyang kiyim kiyishni to'g'ri topmaydigan avvallar shundan kelib chiqqan bo'lsa kerak. Ya'ni belikini ko'rib baqmagan, ya'ni kaltiyang bir narsa kiymagan demoqchi bo'lsa kerak. İmam Maverdi rahmetullahi alayhi shu she'r adabiyot qanoati bak resmen odamda. Chunki mesela Bag'doddan Basraga yenib chiqqan vaqtida bir she'r o'qiganda, bu she'rda mundaq deydi. Biz Bag'dodni biz burun yomon ko'rgan holatda ketgan. Basradan shu Bag'dodga chiqib ketganda yomon ko'rib, yoqtirmagan holatda. Bu Bag'dod ko'nab qolgan vaqtida majbur holatda bu yerdan chiqib ketdik. Yoki qiymagan holatda chiqib ketdik. Endi biz shaharlarni yaxshi ko'rish, boshqa shaharlarni yaxshi ko'rish nuqtasidan emas, lekin turmushning bu yerdagi qiyinchiligi, ochiqi va biz yaxshi ko'rgan, yoqtirgan, sig'ingan kishilarning firaqi bizning chiqishga majburladi demoqchi. Endi men yenib chiqdim bu yerdan, lekin ko'zim mushaga muqimlashgan, ko'zim oqida qolgan, yoki yurkim mushada asirib bo'lib qilib qolgan bir holatga chiqib ketdim dedi. Yani demak, Bag'doddan ko'z qiymagan holatda chiqayotganligini bu she'r orqali ifodalagan. Endi she'r arablarning divoni va ularniki shu lug'at va tilniki qomusi hisoblandi. Şunlaşqa Avi namlı kitapta nurg'un shu arabiy atalg'ularniki lug'at ma'nilarini bayon qilish uchun she'rlarni ko'p misol kelgan. Ham shundaqla fiqh masalalarni texmonati aniq oydinlashtirish uchun she'riy masalalardan buni zo'r beytqan. Masalan, bu qarz masalasidagi masala kelgan vaqtida mundaq deganda, malning egisi ijarkashga yoki ishchiga mundaq debdi-da. Sana paydanın 3'ten biri ve qipqağını bolsun. Bana onun 3'ten biri ve onun 3'te iş kısmı sana bolsun. Yaki sana paydanın 3'ten biri bolsun. Ve ma baqiya felisulu. Qipqağını ve onun 3'ten biri bana bolsun. Onun 3'te iş kısmı sana bolsun. Bu vaqtda cevapni bayon qilib şairning so'zi bunda eklaganda, sana 3'ten iş kısmı bolsun yurkemdan chiqirib berdim. 3'ten birinin 3'ten iş kısmı Qipqağının 3'ten birinin 3'te iş kısmı ve Qipqağının 3'ten birinin 3'te iş kısmı. Saqiga 3'ten birinin 3'ten biri verilsin. Hem Qipqağın bir yerde 6 ülüş yarellerin arasında bölüp verilsin diye. Demek bu ne hem de bu mesele ne hem de müşahede icarkeş yoki madikaga berilgan pul meselesi ne? Hem de she'riy misollar orqali demek fiqh meselelerini shundaq she'rlar bilan misol kelib natijalantiradi demoqchi.
Taciddin Subki rahmetullahi aleyh shundoq deydi. Bu adabiyotni yaxshi ko'rish bu odamni fiqhiy masalalarga shu g'azal she'rlarini ko'plab ekirdigan mushta holatni shakllantirayotgan. G'azal masalasiga bunday ishq she'rlarini demoqchi. Hatto fiqhiy masalalarga mushnimi ekirgan deydi. Endi ulamolarniki bu odamga bergan turli bahosi haqida Iqna nomli kitobni yozgan vaqtida Xalifa Qodir Billah bu odamga shunaqa degan. Alloh diningni saqlab bersin sening. Sen xuddi bizning dinimizni mush kitob orqali saqlab beribsan deydi. Demak, yaxshi kitob shu millatniki shon sharpini, dinini, e'tiqodini, madaniyatini saqlaydi degan bo'ldi ha gap. O'quvchisi Xatibul Bag'dodiy shunaq degan. Shafiy faqihlarning eng yuzliklaridan edi. Men u odamdan kitob yozdim. U bek ishonchli odam edi deb ta'riflagan. Yaqutul Hamaviy bu odamni ta'riflab, turli fanlarga pishqan ajoyib istedodli olim edi deb ta'riflagan. U vaqtda bu odamning mundaq bir so'zni bayon qilib o'tgan. Fiqhini men 2000 varaqqa yozibdiman. Uni faqat 40 qisqartdim degan. Ya'ni 2000 betga jug'lagan fiqhini keyin 40 betga qisqartganda, demak bu odamniki talantining bak yuqurligini bildirdi. Demak, mushu Havi va Iqna nomli kitobida mush fiqhiy masalalarni mushta qisqartib hozir holatga kelgan. Ibn Xayrun degan ulamo shunaq deydi. Bu odamniki sha'ni shavkati nihoyat zo'r, ulug' odam edi. Sulton podshohlarniki huzurida to'rda turdigan. Shu davrdagi butun katta imomlarniki yig'onisi edi. U odamning hamma fanlardan nihoyat esil kitoblari bor edi deb ta'riflagan. Ibn Xillikan nihoyat katta tarixchi. Bu odam shunaq deydi. Bu odamning Havi nomli kitobini ko'rgan odam bu odamning shu mazhabni qanchalik bildigan bir dengiz kabi olim ekanligini shohid bo'la oladi, ko'ra oladi degan bo'lsa, Imom Yofiy rahmatullohi alayh bu odamni ta'riflab shunaq deydi. Buyuk aql Havil Kabir nomli kitobni yozgan buyuk mashhur bir yigona yutuq bir asarning avtori deb ta'riflagan. Taciddin Subki bo'lsa, bu nihoyat ulug' imom, o'ziniki maqomi yuqori odam edi. Ajoyib ulug' imom. Imom degan gap hozir bizning masjid imomlarini ko'rsatmaydi. Bu nihoyat katta bir ulamo ekanligini bildirdi o'z davridagi. Bu odamniki Shafiy mazhabda e'tibori nihoyat yuqori. Ham undan boshqa ilmlardimi ro'shan, ko'rinarli bu odamniki salmoqi bor demoqchi. Endi bu odam qachon vafot bo'lgan degan vaqtda 450-yili 86 yoshda o'lib ketgan bu odam. Yani bu miladi 1058-yillarga to'g'ri keladigan payt. Yani mush odam o'lib ketgan yilni Imom G'azzali tug'ilgan. Endi bu odam bilan Qozi Abi Tayyib Tabariyninki vafot bo'lish orasida 11 kun Xatibul Bag'dodiy shu vaqtda Jamiul Madinada, shu Bag'dodniki shahar jamisida, cho'ng jamida namoz o'qigan Xatibul Bag'dodiy shogirdi. Atsi shu Bag'doddagi harb ishki Baba harb maqbarasi qabristonligida Rabiul oxir oyining sipida shu yerga dafn qilingan bo'ldi. Vaqt bo'lgan. Yani 11 kunning ichida Bag'dod shu davrdagi eng katta o'limlardan ikkini yo'qotgan. Bu odamning jinozasiga Abu Tayyib degan katta Abu Tayyib Tabari degan o'z davridagi Bag'doddagi eng katta o'limasiniki biri shu davrdagi. Davlatda shu imtiyozi va nihoyat buyuk o'limalarniki birida. Mushu Abu Tayyibninki jinozasiga qatnashgan ulamolar, davlatniki arkonlari, cho'ng kattalarning hammasi bu odamniki jinozasiga hozir bo'lgan deydi. Alloh subhanahu va taolo rahmat va mag'firat tomchilarini davomli tushirish bilan birga Alloh bu odamniki tuproqini bir rahmat tomchilari bilan sug'asin. Alloh subhanahu va taolo bu kishini o'ziniki jannat rizvonida fazl marhamati bilan jannatniki eng katta eslardan makon bersin. Ve sallallahu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.